Hammaga salom. Sizlar bilan Madina Mavlonova, Qizlar akademiyasi loyihasining grafik dizayn yo'nalishi bo'yicha mentorman va bugundan boshlab sizlar bilan logo dizayn yo'nalishini 10 ta dars ichida ko'rib chiqishni boshlaymiz. Bu uchun esa bizga Adobe Illustrator nomli dastur kerak bo'ladi. Kelinglar, avvalo shu dasturni kompyuterlarimizga o'rnatib olamiz. Demak, avvalo Google ga kirib olamiz va bu yerdan poyezd qismiga adobe.com deb yozamiz. Va saytga kirganlaringizdan keyin, agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, sizning shaxsiy sahifangiz ochiladi. Agar o'tishga ulgurmagan bo'lsangiz, unda o'ng tomon tepa burchakda Vойти tugmasi bo'ladi. Shuning ichiga kirib, Google akkauntingiz orqali ro'yxatdan o'tib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin bu yerda dumaloq belgicha bor. Shuning ichiga bosganingizda sizning shaxsiy sahifangiz ko'rinadi. Va bu yerdan Управление учетной записью degan joyga kirishingiz kerak. Yangi oynada Adobe Illustrator va Adobe programmalari bo'yicha sizda podpiskalar chiqadi va bu yerdan o'zingizga kerakli bo'ladigan podpiskani sotib olishingiz mumkin. Pastroqqa tushganimizda bizda Управление планом degan joy bor, shuning ichiga kirib olamiz. Agar sizga faqat Adobe Illustratorni o'zi kerak bo'lsa, uni alohida sotib olishingiz mumkin. Agar xohlasangiz butun Adobe paketlarini chegirma narxda ham sotib olishingiz mumkin va agar siz student planida olsangiz, bu sizga butun Adobe paketlariga atigi $23 ga tushadi. Bundan tashqari tekin versiyasi ham bor. Adobe Illustrator umuman Adobe programmalarini agar siz analog sifatida tekinni foydalanmoqchi bo'lsangiz, unda figma.com nomli saytga kirib olamiz. Bu saytda ham Adobe dasturlarda beriladigan instrumentlarni hammasi joylashgan va ulardan bemalol foydalanishingiz mumkin. Demak, biz o'zimizga kerakli podpiskani sotib olganimizdan keyin qaytadan o'zimizning sahifamizga o'tamiz va bu yerda bizda chap tomonda приложение deb yozilgan joy bor. Shuning ichiga o'tib olamiz va bu yerdan kerakli bo'lgan dasturni o'zimizga topamiz. Bizga esa bu kursimizda Illustrator dasturi kerak bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek, bu yerda Illustrator dasturi turibdi. Bu yerdan установить nomli tugmachaga bosamiz va загрузка bo'lishini kutib olamiz. Demak, dasturimiz o'rnatilib bo'lgandan keyin Adobe Illustratorga kirganimizda mana shunaqangi oyna ochiladi va bu yerda biz e'tibor bersak, eng katta qismi Resent degan qismdan iborat. Ya'ni bu, agar siz bungacha qanaqadir ishlar qilgan bo'lsangiz, ularning hammasi Adobe Illustratorning xotirasida saqlanib qoladi va ular Resent bo'limida turadi. Ya'ni siz osongina eng oxirgi qilgan proyektingizga bitta bosish orqali kirib ketishingiz mumkin. Biz esa hozir sizlar bilan yangi fayl ochishni o'rganamiz. Bu uchun biz New File degan tugmachaga bosamiz va bizda mana shunaqangi yangi faylga aloqador oyna ochiladi. E'tibor bersak, bu yerda tepa qismida Resent, Save It, Mobile, Web, Print va hokazo tayyor shablonlar bor. Ya'ni Adobe Illustrator bizga tayyor shablonlarni, eng keng tarqalgan shablonlarni taqdim etgan va biz bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan shablonni tanlab olishimiz mumkin. Bu yerda farqi shundaki, misol uchun web shablonlarga kirsak, bu asosan veb-saytlar bilan aloqador, ya'ni digital yo'nalishdagi shablonlar ko'rsatilgan va bu shablonlarni biz faqatgina agar ekranimiz orqali ko'radigan dizaynlar qiladigan bo'lsak, shundagina ishlatishimiz mumkin. Print yo'nalishida esa bu bosmaga chiqariladigan dizaynlar uchun tayyor shablonlar va asosan bular eng keng tarqalgan shablonlar bo'yicha tuzilgan. Ya'ni asosan bu Ator yoki bo'lmasam Letter uchun qilingan va shunday agar biz pastroqqa tushsak, tayyor bo'lgan, tayyor dizayn ko'rinishidagi shablonlarni ham ko'rishimiz mumkin. Va bular bepul holatda, ularni biz xohlaganini shundoq bitta bosish orqali yuklab olishimiz mumkin. Bizga esa hozir Resent bo'limiga o'tib, bu yerdan biz o'zimiz xohlagan, o'zimizga kerakli bo'lgan o'lchamdagi faylni yaratib olishimiz mumkin. O'ng tomonda bizda faylga aloqador nastroykalari bor. Birinchi bo'lib biz yaratmoqchi bo'lgan faylimizga nom berishimiz mumkin. Misol uchun dars 1 deb nom beramiz va bu yerda o'lchami keltirilgan. Bu o'lchami ham gorizontal, ham vertikal holatda ko'rsatilgan. Biz uni o'zimizga kerakli orientatsiyada tanlab olishimiz mumkin. Hozir bizda 1000 pikselga 1000 piksel o'lchamda turibdi. Biz shuningdek buni piksel emas, balki boshqa xohlagan ko'rinishga o'tkazib olishimiz mumkin. Xohlasak santimetr, xohlasak millimetr va hokazo.
pastroqqa tushadigan bo'lsak, bizada color mode degan joyim bor va e'tibor bersak, bizda RGB color turibdi. Uni ichiga kirsak, Smart color ham bor. Va buni farqi shundaki, RGB color bu digital, ya'ni biz ekranimiz orqali ko'radigan dizaynlarda ishlatiladi. Agar biz bosmaga qilinadigan dizayn qilmoqchi bo'lsak, unda Smart colorga o'tishimiz kerak bo'ladi. Biz bugun qiladigan ishimiz esa bu digital uchun, ya'ni ekranimiz uchun qilinadigan dizayn bo'lganligi sabab RGB colorni tanlaymiz. Qolgan nastroykalarga tegmasak ham bo'ladi, chunki qolgan hammasi bizning qulayligimiz uchun nastroyka qilingan. Endi biz create tugmasini bosamiz. Mana sizlar bilan yangi fayl yaratishni ham o'rganib oldik. Endi esa keyingi darsimizda faylning ichidagi interfeyslarni batafsil o'rganib chiqamiz.